Prodyuserlar: Vitaliy Sidorenko, Jen Tsuanchan. Ijrochi prodyuserlar: Van Ley, Man Dehe. Rossiya va Xitoy kinematografchilari hamkorligida Sirli surat filmini taqdim etadi. Bosh rollarda Sergey Shneryov, Gao Li. Rollarda Chen Xianzuan, Chen Lu. Ssenariy mualliflari Gennadiy Vasilyev, Jan Shiu. Nega to'rni kesib tashlading? Yaramas. Itvachcha. Tegma unga. U bug'uni qo'yib yubordi. Isming nima, azamat yigit? Ivan. Nega bug'uni ozod etding? Bugun bayram, Rojdestvo. Siz esa jonzotlarga ozor beryapsiz. Ovni to'xtating. Bastakor Dmitriy Rybnikov. Nega miyovlaysan? Meni qayoqqa olib bormoqchisan? Asimedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Nima to'polon, nega shovqin solyapsizlar? Axir tobim yo'q. Sizlar esa tinchimaysizlar. Ha, salom Ivanushka. Salom. Ketishganda o'rmonda nima qilyapsan? O'tin terayotgan edim. Men esa o'tin ter beradigan hech kimim yo'q. Bayramga pechkamni ham yoqa olmadim. Nonimni ham pishira olmadim. Istasangiz pechkangizni yoqib beraman. O'tinlarimni ham ola qoling. Rahmat senga oq ko'ngil yigit. Kiyigi uchun ham ta'zim qabul et. O'rmon ahli nomidan. Adashib qolmaysanmi? Hoy malla, kuzatib qo'y. Rejissyorlar Tamara Sidorenko, Jan Shiu. Film direktorlari Valentina Zaytseva, Chou Kundzin. Nega sho'xlik qilyapsan? Qani biz bilan yurchi, yura qol. Qani qizlar Vanyaga fol ochib qo'yaylik. O'tir Vanya. Xo'sh, nimani bilishni istaysiz, kuyov bola? Oldinda meni nima kutyapti? Buni hech kim ayta olmaydi. Hali hech kimga o'z taqdirini oldindan bilish nasib etmagan. Ammo bilishni juda istasang, shu Rojdestvo kechasi o'z taqdiringni o'z ko'zing bilan ko'rishing mumkin. Qara. Ko'zingni uzma. Qara.
Buncha go'zal siymo. Qayerda olding, o'g'lim? Tasvirchi Boris Bondarenko. Rejissyor Gennadiy Vasilyev. Yo Alhazar, tushimni o'ngimmi? Yangi yilingiz bilan, Ivan. Yangi yil muborak. Isming nima? Go'zal qiz. Xiaoting. Mening tarixim esa qayg'uli, ayanchli va juda g'aroyib. Shuning uchun so'zlashga arzimaydi. Yaxshisi, siz haqingizda gaplasha qolaylik. Men haqimda nima ham deyish mumkin? O'tir. O'tir, marhamat. Minnatdorman. Go'zal qiz. Biznikida anchadan buyon turibsan. Hammasini o'zing bilsang kerak. Bilaman. Men hamisha yoningizda bo'lsam ham, yillar mobaynida yolg'izlikda edim. Sukut saqladim. Lekin doim sizni o'yladim. Bolaligimdan beri sen bilan suhbatlashishni orzu qilardim. Men ham. Nega indamasding? Siz juda yosh edingiz. Shuning uchun ham murg'ak qalbingizga ozor berishni istamagandim. Meni tushunmaysiz, ishonmaysiz deb qo'rqqandim. Endi esa o'tmishda qolgan o'sha Rojdestvo kechasi qalbimizni mustahkam rishta bilan bir umrga bog'laganini yaxshi bilaman. Vanya. Uyda kim bor? Kim bilan gaplashyapsan? Hech kim bilan gaplashmadim. Sizga shunday tuyulgandir. Unga faqat yangi yil kechasi jon kirsa-chi. Yana bir marotabagina ko'rinsaydi. Bu qanday vasvasa bo'ldi? Vasvasa? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Ammo u men bilan gaplashdi-ku.
Nega indamaysiz? Senga maftun bo'lib qoldim. Bu men o'sha Xiao Tsin. Bo'tqa yeysanmi? Yo'q. Meni yana ko'rishni xayolingizga keltirmabmidingiz? Ha, o'zing haqingda so'zlab ber. Men bu yerdan juda olisda, Kunchiqar tomonda kichkina bir Xitoy qishlog'ida yashardim. U yerda hamma to'qiydi, tikadi va rasm chizadi. Biz oilamiz bilan qog'oz fonuschalar yasardik. Mana bunday shaklda. Unga mo'y qalamda naqsh chizib, keyin sotardik. Undan tashqari men o't chalishni bilardim. Xonadonimizda tinchlik va xotirjamlik hukm surardi. Biroq kunlardan bir kun fonuslar bayrami chog'ida qishloqda bir notanish boyvachcha paydo bo'ldi-yu, u bilan birga g'am qayg'u ham kirib keldi. Yangi yilingiz bilan sizni ham. Hukmdorim, shu yaqin o'rtada Musavvir oilasida sizni chamanzoringizga munosib bir gulg'uncha o'sadi. Ha, qizning ismi Xiao Tsin. Juda soz, o'sha gulga nazar solib ko'ramiz. Gulg'uncha. Eshiklarni yopinglar. Tezroq. Yopinglar. Qani mezbonlar, buyuk hukmdorni kutib oling. Janob An Yuan Pa o'z tashrifi bilan sizga iltifot ko'rsatyapti. Uni saroyga olib ketaman. Janob, qizimiz hali yosh, turmush qurish haqida o'ylamayapti. Janob, bu hali nima? Rozilik deysanmi? Qizlardan rozilik so'ralmaydi. Meni nikohimda bo'lish qizingiz uchun sharafdir. To'y taxtiravonini kuting. Endi nima qilamiz? Vanya! Vanya! Vanya, yur ko'chaga. Tepalikda chana uchamiz, muz qaymoq yeymiz. Yo'q. Yo'q? Bu nimasi? Yo'q, vaqtim yo'q, Motya. Vaqtim yo'q. Qachondan beri uyga yopishib qolding? Ildiz otib ketasan-a? Bormaysanmi? Yo'q, bormayman. O'zingdan ko'r. Aqcha olib bu Ivan yo'l solib prezident tomon chana surib yelibdi, baxtini izlab ketibdi. Ah! Ertasiga An Yuan Pa qishloqqa yana qaytib keldi va bir dunyo sovg'a keltirdi.
Unga nima bo'ldi? Qarang, Xiaoqin. Qayoqqa Xiaoqin? To'xta qizim. Qizim, nima bo'ldi senga? Gapir, nima bo'ldi? U yovuz odam. Qizchalarga o'xshab bema'ni gaplarni gapirma. Turmush qurish haqida o'ylash vaqti yetdi. To'g'ri, shunday obro'li kuyov tag'in sovg'alar ham olib kelibdi. Demak, seni sevar ekan. Ota, unga rad javobini bering. U yovuz maxluq. O'zim ko'rdim. Bu ma'qul gaplarni gapirma. Qanday rad etaman? Shuncha boyliga shularni hammasini qaytarib yuborishimni xohlaysanmi? Odamlar nima deydi? Yo'q. Men aytganim bo'ladi. Otam xohishiga qarshi bora olmasligimni yaxshi bilardim. Ammo nima qilishni ham bilmasdim. Opajon, senga qarasam xuddi varrakka o'xshaysan. Yovuz shamol seni uzoqlarga haydayotgandek. Ipi uzilgan varrak boshi oqqan tomonga uchadi. Seni opang esa to'rga tushgan mana bu baliqqa o'xshaydi. Og'zini katta ochib havo olsa ham baribir o'ladi. Tez orada meni bu yerlardan olib ketishadi. Sizlarni sog'inaman. Meni suratimni chizib, devorga osib qo'y. Unga ko'z tashlasang, men ham senga qarayotgandek bo'laman. Men An Yuanpaga erga tegib o'nlab xotinlari changaliga tushishni hech ham istamagandim. Agar shunday qayg'u chekaversak, shundayliknicha chizib qo'yaman. Oh, Van Lun. Yaxshisi jilmay. Jilmayapman. Endi yaxshimi? Rasmga shunday mehr qo'ygandiki, u suratga berayotgan har bir chizgidan qalbim allanechuk bo'lardi. Borgan sayin rangim ketib, so'lib borardim. Surat esa go'zallashib borardi. Balki bu uni jonlantirar. Men mo'jazgina uyimni sog'inardim. An Yuanpaning saroyida o'zimni qo'yarga joy topa olmasdim. Men undan qo'rqardim. Saroyning har burchagida ko'zimga nimalardir ko'rinar. Goh qandaydir maxluqning qichqirig'i, goh qarg'alarning qag'illashi qulog'imga chalinardi. Sho'rlar har qancha pardoz berishsa ham yuzining rangi o'liknikiday. Uni olib kelganimdan beri tuni kun bir so'z aytmaydi. Hech nima uni
quvontirmaydi. Ha, hech nima. Xiaoqin, bir og'izgina gapir. Sen quzg'unsan. Inson tilini o'rganib olib, unga o'xshashga behuda urinyapsan. U nima deyapti? U qiyofang inson tilida gapira oladigan quzg'unga o'xshaydi deyapti. Ayt, nima istaysan? Hammasini bajo keltiraman. Meni sev. Bor bisotimni oyog'ing ostiga tashlayman, bor bisotimni. Sen bilan hech qachon ajralmaymiz. Yuan an qush singari. Shundaymi? Qush. Qafas. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina asmedia.net saytida. Nima deyapti? U qafasga solingan qushman deyapti. Uning dardi faqat bir dori yordamida shifo topishi mumkin. Umid, baxt umidi, sevgi umidi, saroyda esa faqat uning jismi qolgan xolos. Ruhi esa baxt qushi kabi qayerdadir uchib yuribdi. Ba'zan uning ruhi paydo bo'lib qoladi. Odamlar orasida muattar isli gul yoki ko'y, g'aroyib kapalak, tong yulduzi yoki go'zal surat shaklida yashaydi. Nima deding? Suratda. Suratda. Endi tushundim. Ular meni aldashibdi. Qizlarini mendan yashirishibdi. Qizni menga berib, ruhini o'zlari olib qolishibdi. Shoshmay turlaring. Hali sovunimga kir yumabsizlar. Men hamisha istagan narsamga erishaman. Ay xizmatkorlar, bu yoqqa keling, bu yoqqa keling. Xotlarni egarlang tez. Siz meni aldabsiz. Qizingizni menga berib, ruhini o'g'irlab qopsiz. Bunday rang uchun qasos olaman. Qani Xiaoqinning surati? O'shandan buyon men ota-onam haqida hech nima eshitmadim. Ukam Van Lunga ham nima bo'lganini bilmayman. Opajon! Opajon, qayoqqa ketyapsiz? Qayting, opajon! Opajon! Shunday qilib surat sizning qo'lingizga tushibdi. Endi men ham, siz ham bu oddiy surat emasligini, vujudimning, ruhimning bir qismi ekanligini tushundik. Mening qalbim sizniki bilan tutashdi.
Siz meni zolimning changalidan qutqarishingizga ishonaman. Evaziga bizga baxt ato etsin. Qo'shni, o'z izzatingni bil. Qarzingni berish vaqti yetdi. Allaqachon yetgandi. Xo'jayining o'lganda senga don, din, Esingdami qancha don bergani? unam bergandim. 10 ham. Egar jabduq. Yaroq aslaha. Qanaqa egar jabduq, Tit? Endi Vanya katta bo'lib qoldi. Hammasini topadi. Uzoq kutdik, qarindosh bo'lib qolarmiz deb o'ylovdim. Men ham kutdim, umid qildim. U bo'lsa qizimga nazar ham tashlamaydi. Qizginamni qiynab yubordi. Ha, Moti, yig'lama, uyga boraver. bas qil. Yaxshi hisob-kitob qilib olaylik. Ey yigitlar, pichoqqa ilinadigan hamma narsani yig'ishtiringlar. Chaqqonroq, yemog'ini qismog'i bor, ana shunday. Решится. И парча. Жалей. Душа зазнавушка. Фу. Молодецка. Зазнавушка. Молодецка. Tit. Suyunganingdan esing og'ib qoldimi? Sizni qashshoqlikdan qiynalayotganingizni ko'rib achinaman. Hech qisi yo'q. Sizga yordam bersam deyman. Mo'lgina guruch, pul va yangi ust-boshingiz bo'lishini istayman. Mana bu soch to'g'nog'ichini oling-da, sotib, mato va rangli iplar keltirib bering. Nega? Ko'p so'rayvermang. Kerak. Ko'p qoling, ob qoling. Olmaganlar armonda, issiqqina shirmoy non. Sinmaydi yo uchmaydi, kela qolinglar. Tovuqlar, xo'rozlar, yangigna tuxumlar kelib qoling. Kelib qoling. Cho'chqacha sotaman, cho'chqacha. Cho'chqacha sotaman deyapman. Kelib qoling. Bemalol uxlayvering. Ertalab esa kursi ustidagi narsalarni bozorga olib chiqib, sotib keling.
Seotin, bir og'iz gapir. Sevgilim, meni eshityapsanmi? Meni ko'rmayapsanmi? Seotin. Ayt, seni hayotga qaytarish uchun nima qilay? Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol bu yerdan. O'ldiraman seni ham. Noshukr, senga bor bisotimni tortiq qilsam-da, sen esa birgina tabassumingni ham mendan qizg'onding. Seotin, sen mana bu gul kabi go'zal, ammo sokin, befarqsan, indamassan. Saxovatli pirim, Seotin so'nyapti. Unga davo top, istagan narsangni olasan. Menga hech narsa kerak emas. Seotinni asrab qoladigan narsa esa senda yo'q. Menda ham nima ekan o'sha narsa? Oltinmi, duru gavharmi? Sen boysan. Oltining ham, duru gavharing ham yetarli, ammo senda surat yo'q. U g'oyib bo'ldi. Bez yo'qoldi. Uni qidirdim, ammo topa olmadim. Menga ayon berdi. Shimol tomonda Buyuk Xitoy devori ostida oppoq qorga burkangan mamlakat bor. Suratni o'sha yerdan topasan. Kep qoling, ro'mollardan olib qoling. Shohi ro'mol, xo'p, nafis. Tikilgan gul, chechak, nargis, kep qoling. Arzongina, dumboqqina, cho'chqa sotaman. Aqchaysa yemang. Mana belbog'. Mana belbog', baquvvat, belingizga berar quvvat. Kep qoling, olib qoling, pulingiz yonga qolar, cho'chqacha zo'r. Xorij sochiqlari, gullari, naqshinkor. Sotib oling, kep qoling. Mana senga omonatingni ol. Olgan narsalaringni esa o'zing qaytararsan. Boyib ketdingmi? Yo xudoyim. Cho'chqa o'zimga kerak. Sotib nima qildim? Sotib nima ham qildim? Sotmayman. Baraka topkur. Bir gap. Xursand qilaman aytsang. Tavba. Ushla. Mana u hozirgina oldingda turgan yigit qayerda yashaydi? Mana senga. Bilasanmi qayerda? Ana u qishloqdagi 5-xonadon. Birozdan ham mengami? Senga azizim, olaver. Hammasi kumush ekan. Buni qayerda olding? Sevgilim tikkan belbog', ro'mol va sochiqlarni sotdim. Mana bu esa sizga oyijon. Qanaqa sevgiling? Nahotki Motya bo'lsa? Seotin. Axir u jonsiz-ku. Yo'q. U tirik, joni bor, faqat birontasiga og'zingizdan gullab qo'ymang. Baloga qolamiz. Voy xudoyim. Vanya, o'g'lim. Tobing qochdimi-ya, jon bolam? Onajon. Vaqti kelib hammasini bilib olasiz. Men uni sevaman.
Seni chehrangga yovuz jodu soya solibdi. Ha, seni qo'rqitayotganim yo'q, ammo bilib qo'y, xonadoningga kulfat yog'ilibdi. Ha, ruhlar meni bu yerga bekorga yuborishmagan. Uyingda bir surat bor. U senga baxt olib kelmaydi, aksincha tashvish keltiradi. O'g'lingni holdan toydiradi, u nobud bo'ladi. Lekin hali kech emas. Kulfatni oldini olish mumkin, qo'limdan keladi. O'g'lingni qutqarib qolishga imkon ber. Bu faqat meni qo'limdan keladi. Ishon menga, ishon. Men bir duoni bilaman, duoni. Yo Parvardigor, Jodulangan suratni menga ber. U bilan birga g'am tashvish ham uyingni tark etadi. Cho jonivor! O'zi ucharchanam, yeldek uchurar uchqurginam. Xo'sh. Oyi, surat qani? qanaqa surat? Qanaqa deysizmi? Surat, oyi. Siyaotsinning surati. Voy o'g'lim, notanish bir kishi keluvdi. Agar suratni unga bermasam seni g'am tashvish nobud qilishini bashorat qildi. Nima qilishimni bilmay qoldim. Nima qilib qo'ydingiz, oyi? Oh, o'g'ilginam, senga ozor berishni istamovdim. Hay mayli. Suratni olayotgandim. Undagi parivash xo'rsindida sekingina pichirlab, agar sevsa, vodiy ortidagi saroydan izlasin dedi. Shunda musofirchun onam qichqirdiki, shunday sakradiki, qo'rqqanimdan esim og'ib qoldi. Esladim. Suratning tagida mana bu tushib yotgan ekan, topib oldim. Bu Siyaotsiniki-ku. U sevadi. Meni kutyapti. Ivan, senmisan? Xayrli kun, buvijon. Juda ko'rkam yigit bo'psan. Qara, boyqush qanday sarvqomat yigiti. Rahmat, buvijon. Keling, yordamlashaveray. Nega indamaysan? Ko'rib turibman, qayg'u chekyapsan. Yovuz odamlar sevgilingdan ayirdilarmi, a? Halovatim yo'qoldi. Usiz yasholmayman, yordam bering. Yordam degin, taqdir hammaga ham sevgi in'om etavermaydi. Ammo sevgi barchani sinab ko'radi. Sevishdan qo'rqmaysanmi? Yo'q, buvijon, qo'rqmayman.
Qani u qoldirgan narsani ko'rsatchi. Ha, ajdaho-ku. U olovli ajdaho vodiysi ortidagi saroyda. Budurlar uning umr sanog'i. Agar oxirgisi so'nsa, Xiao Xin ham bu dunyoni tark etadi va sen uni hech qachon ko'ra olmaysan. Shoshil o'g'lim. O'sha vodiyni qayerdan izlay? Sharqiy o'rmon bo'ylab yashil tog' tomon yur. Tog'ni oshib o'tsang, sevgiling bilan uchrashasan, Ivan. Bora qol. Yordam beringlar! Odamlar, yordam beringlar! Sakra! Sakra deyapman senga! Ur uni! O'z knyazingga pichoq o'qtalasammi? Oldiraman seni. Mana senga! Salom senga, Alp yigit. Juda uzoq uxlading. Xaloskorimizni salomatligi yaxshimi? Salomat, ota. Saxovatingizdan minnatdorman. Ko'pdan beri siznikida mehmonmanmi? 2 oydan buyon tabiblarimiz seni davolashyapti. Dasturxonimizga marhamat qilsang. Rahmat, knyaz. Hozir choy ichishning vaqti emas. Hali oldinda meni olis yo'l kutyapti. Unday bo'lsa, kaminadan sarpo suruq va ot qabul et. Maylimi? Minnatdorman, knyaz. Jasorating uchun rahmat. Ivan, yana o'ylab ko'r. Go'zal qalliq topamiz, joyimiz ham keng. Yordamchim bo'lasan. Yarim knyazlikni tortiq qilaman. Qolaver. Achchig'ing kelmasin, knyaz. Non, tuzing, shirin so'zing uchun katta rahmat.
Ammo menga hokimlik u boylik kerak emas. Seni tortig'ingni qabul qila olmayman. Shoshyapman, knyaz. Buyon! To'xta! Buyon! Buyon! To'xta, Buyon! 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 Ushbu film aslmedia.net sayti tomonidan HD formatga o'zgartirildi. Salom, Ivan. Nega huzurimga kelding? Men Xitoy qizni izlayapman. Uning ismi Shoshilma. Dasturxonga marhamat. Sharobdan ich, mehmonsan. Rad etish yaxshimas. Inson tiriklar dunyosida gulxanda yonganday azoblanadi. Senga abadiy muhabbat va rohat in'om etaman. Kela qol yonimga. Nahot meni unutgan bo'lsang? Seni sevaman. Men seni sevaman. Nahotki meni unutding? Ko'zingni och, Ivan, yana birdur so'ndi. Menga kerak deysan. 2 oydan buyon mehmonimsan. Seni sevib qoldim. Sen bekamu ko'st, sarvqomat ko'rkamsan. Mendan ham go'zalrog'ini toparmikansan? Qo'yib yubor meni, Pari. Menga yo'l ko'rsat. Nachora, senga yoqmagan bo'lsam, balki Xitoy kanizlarim ichidan sevgilingni toparsan.
Siyotsin! Nega kelmaysan, Ivan? Men bu yerdaman. Siyotsin! Bu yerdaman, Ivan. Bu yerdaman. Mening parivashlarim ham seni quvontirmadi. Nachora bora qol. Shu yerda qolib sevgilingni unutsang, bu boyliklarning bari seniki bo'ladi. Qo'yib yubor meni, pari. Nafs balosini yengding, Ivan. Xanjarni asra. Bir kuningga yarab qoladi. Alvido. Xanjarni asra, Ivan. Bir kuningga yarab qoladi. Bu yerlarni qo'riqlash bizning vazifamiz. To'xta! Buyuraman, to'xta! Hey, ko'zingni och. Ko'zingni och. O'tinaman. Tirikmisan? Ko'zingni och deyapman. Buni qayerdan olding? Qayerdan olganimni o'zim bilaman. Buni mendan o'g'irlab olmoqchi ekanligingni ham bilaman. Bexabar, o'ziniki emas. Bu chig'anoq opam Siyotsinga tegishli edi. Sen uning ukasimisan? Ha, Van Lundman. Anyuanpa uyimni yoqib yubordi. Ota-onamni o'ldirdi. Undan qasos olib, opamni yovuzning changalidan qutqaraman deb qasam ichganman. Ko'pdan beri uning saroyini izlardim. Nihoyat topdim. Donishmand Lao Chunning aytishicha, Anyuanpa suratni olib saroyga qaytayotganida qaroqchilar uning yuklarini tortib olishibdi. Mishmishlarga qaraganda bu karvonsaroy sohibi Jekning ishi emish. Surat undami? Shunaqa bo'lsa kerak.
hammasini olsang beraman. Bo'pti, ketdik. Ehtiyot bo'ling. Hayron bo'lma, bu yerda ham emas. Bu yoqqa yuramiz shekilli. Sekinroq. Mehmonlar kelishdi-ku. Qani, sinab ko'ramizmi? Sinab ko'ramiz. Qani qo'y, jonliroq. Nega keldinglar, a? Qo'lingni tort. Bir qizni qidiryapmiz. Chiroylimi? Bu yerdagilarning bari chiroyli. Mariya! Yigitlar, meni kim chaqirdi? Mariya seni mehmon kutyapti. Qara qanday go'zal. Ko'nglingni ham o'vraydi. Nima, yoqmadimi? Biz uni sevamiz, saxiy, ko'rkam. Pulini to'lasang u seniki. Nima, xohlamaysanmi? Marhamat, yana bir kapalak. Xuddi sen bob, oriqqina. Nega o'tiribsan? U juda mehribon. Xohlamayman. Xo'sh, qani aqchani cho'z. Cho'z. Mana senga. Mana senga. Hoy. Ko'zingni och. Qizning suratini ko'rdingmi? Sen meni juda xafa qilyapsan. Qiz dedingmi? Men bilan birga ichsang, aytaman. Ikkita. Tushundim. Ich oxirigacha. Qara, uchdik. Surat qani? Uni shu yerda ko'rishibdi. Javob ber. Ana u yerda. Mittivoyda. Mana nihoyat seni topdim, Siyotsin. Opajon. Afsus, meni eshitmayapsan. Seni albatta qutqaramiz. Albatta qutqaramiz. Bu yoqqa. Van Lun, ana bu maxluqqa qara. Bu olovli ajdaho vodiysi. Uning ortida An Yuan Paning qasri bor.
U bizni sezib qoldi. Qochdik, boshqa yo'l yo'q. Manlun, qayerdasan? Bu yoqqa. Ivan, bu yerdaman. Qayerdamiz? Kelursan. O'zi o'tira qol. Mana senga. Mana ol. Mana. Yorug'lik. Ketdik, o'sha yoqqa. Bu yerdan chiqsa bo'ladi. Tezroq. Nima deb yozilgan? Kimda kim Xiao Cinning suratini topsa katta mukofot oladi. An Yuan Paku. Qayoqqa to'xta. Sen o'lasan, An Yuan Pa. Ushlang ularni. Asilmedia.net taqdim etadi. Ikkovini saroyga olib boring. Demak, sen Xiao Cinni ko'rmoqchisan. Ha, u mening opam. Uni ukasi bormidi? Sen esa Xiao Cinni taniysan. U seni kutayotganiga ishonching komilmi? Ha. Ammo o'zi yo'q odam seni qanday kutishi mumkin? Bu dunyoda soyasi qolgan, gapirmaydi, kulmaydi ham. Jarchilarimni e'lonini eshitgandirsiz. Kimda kim Xiao Cinni suratini topsa, oliy mukofot oladi. Ammo Xiao Cin endi yo'q. Deyarli yo'q. Uni uyg'otish uchun nimalar qilmadim, lekin yovuz odamlar Xiao Cinni bu hayotga qaytarishga yordam berishi mumkin bo'lgan narsani o'g'irlashdi. Uni ruhini, suratini o'g'irlashdi. Ha, ruhini o'g'irlashdi. Tabiblarning aytishlaricha, Xiao Cin abadiy uyquga ketganmish. Biroq qalbi
uning qalbi uyg'oq. Uning surati qo'limda bo'lganida edi. Bu uning surati. Seotinning surati. Demak, sen uni mendan yana o'g'irlabsan-da, a? Javob ber. Men Seotsinni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha suratni bermayman. Ushlang uni. Agar yana bir qadam tashlasa, suratni yoqib yuboraman. Seotsinni hech kim qutqara olmaydi. Donishmand Lao Chunni chaqiring. Maslahatchi. Uni saroyga olib keling. Oliy himmat otaxon. Turing. Hukmdorim sizni ko'rmoqchilar. Uni bu yerdan olib chiqing. Oliy himmat otaxon, hukmdorin Anyuanpa saroyiga tashrifingizni kutyaptilar. Suvga bo'ktiring uni. Balki yordam berar. Olov keltiring. Anyuanpa saroyiga tashrifingizni kutyaptilar. Surat shunday mehr bilan chizilganki, natijada qizning ruhi suratga o'tib qolgan. Ammo uning joni xavf ostida. Ha, falokat yaqin. Ruhlar hukmdori madad ber. Amringa muntazir bandayni begunoh ruhiga shifo ber. U o'lyapti. Uning ruhi shifo topdi, lekin hali chuqur uyquda. Seotin, sevgilim, Seotin. Ko'zingni och. Ko'zingni och, Seotin. Ko'zingni och. Uning ruhini so'z bilan emas, balki musiqa yordamida uyg'otish mumkin.
Seni eshitmayapti. Ivan, sen urinib ko'r. Ivan, sevgilim. Meni unutmabsan. Seni tushimda ko'rdim. Seni uzoq kutdim. Hayotim mening. Sen meni hayotimsan, Ivan. Ukang ham shu yerda. Ukajon. Ushlang ularni. Hukmdorim, adolat qiling. Siz mukofot va'da qilgandingiz. Lauchin ketishi mumkin. Mana bu yigitchalar bilan esa alohida gapim bor. Ularga eng oliy mukofot qiynoq azobida o'lish. Bu senga ham ma'qul kelar deb o'ylayman. Xiyonat! O'sha olib keting. Seni inomingni qabul qila olmayman. Men ularni deb kelgandim. Shuning uchun ularning qismatiga sherik bo'lishni sharaf deb bilaman. Qo'lga tushdingmi? Seni sevaman. Men ham sevaman. Sharob keltiring. Ko'proq meva ham bo'lsin. Sevotsin. Uxlamayapsanmi? Meni kutyapsanmi? Sevgilim. Keragi yo'q. Tinch qo'ying meni. Yaqinlashmang. Qo'yib yuboring. Tegmang menga. Tegmang deyapman. Qo'yib yuboring meni. Uzoq kutdim. Shu daqiqalarni qanchalar kutganimni bilsayding.
Yo'q, yo'q, tegmang. Yo'qsa o'zimni o'ldiraman. Sevgilim, nega mendan qo'rqasan? Keting. Keting. Men hazillashayotganim yo'q. Yaxshi, ketaman. Tinchlan. Hamma oyoqqa tursin. Hech kim uxlamasin. O'lim tantanasi uchun joy tayyorlang. Tongda asirlarni qatl etamiz. Men orom olmoqchiman. Hammangiz keting. Sen qol. Zerikdingmi? Bekam sog'ayib ketishi munosabati bilan sizlarni mehmon qilmoqchi. Ma, ichib ol. Va bekamni duo qil. Tezroq. Qochdik. Ular qochishdi. Tezda ularga yetib oling. Otlarni egallang. Otlarga tezroq. Qochoqlarga yetib oling. Sen so'zingda tura olmading. Jangchi bunday qilmaydi. Sen mukofot kutganmiding? Yaxshi. Mana senga mukofot. Meni askarlarim bilan jang qil. Jangga! Sen o'lasan, An Yuan Pa. Xotirjam bo'l. Kel. Qani kel, yaqinroq. Yaqinroq kellaring.
o'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda aslmedia.net saytiga tashrif buyuring. Mana senlarga! Alvido. Xanjarni asra, bir kuningga yarab qoladi. Van Loon, men Ivan bilan ketaman. Unga sadoqatli xotin bo'l. Men esa Lao uchun bilan qolaman. U seni qutqardi. Shuning uchun menga ota deb bo'lib qoldi. Xayr. Xayr inim. Xayr. Baxtli bo'ling.